Murodjon aka, bitta yana dehqonlarimizga kerakli savol. Shu pomidorga kunora suv bergan yaxshimi, 3 kunda suv bergan yaxshimi yoki kuniga suv bergan yaxshimi? Keyin qaysi mahal ko'proq suv berasiz? Ertalab bergan yaxshimi, obeddan keyinmi? Biz har kuni suv beramiz. Iloji bo'lsa, bir kunda 2 marta suv bersa ham bo'ladi. Qancha miqdordan? Endi buni yerda ahvoliga qarab, ekinni ahvoliga qarab berilaveradi. O'zi bildiradi. Chunki bu tomirlar, mayda tomirchalar har kuni, har soatda suvga talabi bo'ladi. Shunday. Shu maqsad ko'proq suv berib, mana 2 kunda bir ko'p suv bergandan ko'ra kuniga yangi suv berib parvarishlagan yaxshi. Ham kerakligini oladi, oshiqcha nam bo'lib ketmaydi, shundaymi? O'sha endi biz основной mayda ekkanimizni, yangi ko'chat ekamiz, katta suv beramiz. Polni namlik yeri taydachi bo'lishi kerak. Keyin cho'qi qilinadi. Cho'qi qilingandan keyin mana yerda tepasi o'zi qurishni boshlaydi. Yer tepasi qurishni boshlagandan keyin yer tepasi qurug'i, yerda tayda nam. Tepadan qurib ketaveradi, tomir Pastga qarab ketaveradi, ha? Ketaveradi, tomir baqvat bo'ladi. Shunday. Tomatda 2 marta katta suv bilan beriladi-yu, suvdan tortiladi. Yoshligida. Keyin o'sha suvdan mana gullashni boshlaydi. Suvdan tortib bo'lmaydi. Suvdan tortsangiz, suvga to'kiladi. Gul to'kiladi, meva mayda bo'lib qoladi. Keyin suvni beraverasiz.